Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun men o'zgacha yo'nalishda kupon qilishga harakat qildim va buni uddasidan chiqdim deb o'ylayman. Bugungi o'yinlarimizga kupon Telegram kanaliga tashlab boraman. Главныйga kirsanglar Telegram kanaliga qo'yib qo'yganman. Kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, bugun mana shu 4 talik o'yinga от души bitta cho'tka kupon qilaman. Endi o'yinlarga kupon qilib qo'yganman. Mezbonlar va mehmonlar. Mana shunaqasiga qanchadan beri, bir 6 oydan beri tikib boryapman. Ancha foydadaman to'g'risi. O'ttak. Mezbonlar va mehmonlar. Bu yerda mehmonlarga tikkanman, chunki Roma ham, Aston Villa ham, Real Betis ham, Porto ham, Lion ham, Braga ham ko'proq mehmonda gol urishar ekan, lekin bilmadim. Bularga 2-3 koeffitsient berdi. O'shaning uchun ham koeffitsiyentga ishonmanglar, statistikaga qarash kerak. O'shaning uchun ham bu mana shu o'yinda, общий o'yinda mehmonlar ko'p gol uradi deb bosdim. Keyingisi bugungi bo'ladigan o'yinlar. O'ta go'zal o'yin bo'ladi bugun. Bular uchun alohida kupon qilib tashlayman lekin. Telegram kanaliga alohida kupon qilib tashlayman. Bularda ham xuddi shu mehmonlarga pobeda olganman. Bizga bitta jamoa urish shart emas. Mana shu faqat mehmonlar ko'p gol ursa, stavka o'taveradi. Yo bunda mezbonlarga olganman. Ikkita komanda mezbonlar ko'proq gol ursa, pobeda o'taveradi. Bitta komanda emas, общий komandalarga qo'yilgan bu. Xo'sh, shunaqa do'stlar. Men hozir sizlarga voqea joyida kuponni saqlanib qilamanda. Mana XXE KB kodini yozsanglar, mana shu kuponni chiqarib beradi. Bemalol o'tib, xohlagan summangizni qo'yishingiz mumkin. Lekin bu majburiy emas. Qo'yish majburiy emas. Lekin men bunga sal kechroq depozit qilib, normalniy summa bosaman. Xullas do'stlar, Telegram kanaliga o'tamiz. Keyingi bugun bo'ladigan uchrashuvlarga bir chiroyli kupon qilib tashlayman. Xudo xolasa bugun ham bitta pobedani qo'lga kiritamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.